Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom qizim. Qalay, o'qishlar yaxshimi? Ha, bugunmi 2 ta 5 oldim. Ustozim otingga rahmat dedilar. Barakalla. Endi qizim hozir bozorga boramiz. Bozorga borganimizda menga o'ncha olib berasizmi? Albatta olib beraman. Ham ketdik. Ha. Mana qizim, ol. Sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir ishimni bitirib kelaman. Ha. Bozorga borganimizda menga o'ncha olib berasizmi? Albatta olib beraman. Kızım? Niye yig'layapsan? Otajon, kasal bo'lib qolmang. Menga qo'g'irchoq ham kerak emas. Yig'lama qizim. Adala hech qachon kasal bo'lmaydi. Faqat sen yig'la. Qalbimda nur kabi taralgan qism, gulgamas hayoga o'ralgan qism, necha yil Xudodan so'ralgan qism. Otajon, sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman qizim. Qalbimda nur kabi taralgan qism, gulgamas hayoga o'ralgan qism, necha yil Xudodan so'ralgan qism. Iltimos siz uni ehtiyot qiling.